Demek bugungi mavzumuz eng kuchli tabiiy antiseptik, ya'ni uraseptik xususiyatga ega bo'lgan giyohlar va o'simliklar haqida bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda bu o'simlik romashka ruschasi, o'zbekchasi moychechak deyiladi. Moychechak o'simligini quritilgani bu odamlarning uylarida ham o'sadi, kimlardir uyiga ekib qo'yadi. Agar shahar sharoitida turadigan bo'lsangiz yoki uyda ekmaydigan bo'lsangiz, topish imkoni bo'lmasa, aptekada ham sotiladi. Arzimagan pul turadi. Guli, poyasi, barglari sotiladi. Demak, buni 2 choy qoshiq quritilgan gulini 200 ml suyuqlikka, suvga, qaynagan suvga damlab qo'yasiz bankaning ichiga va 200 ml suyuqlikni kun davomida ichib yurasiz. Bu kuchli antiseptik va uraseptik xususiyatga ega bo'lib, siydik yo'llaridagi bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega. Va shu sababli uretrit, ayollarda sistit kabi kasalliklarni, erkaklarda prostatit, surunkali prostatit kabi kasalliklarni oldini olishga va davolashga yordam beradi. Ba'zi holatlarda ayollarda surunkali sistitda romashka damlamasini sovutib turib, shpris orqali siydik yo'liga yuborish orqali siydik yo'llarini chayish va yuvish mumkin siydik pufagini romashkali suyuqlik bilan. Bu holatda ham demak kuchli uraseptik xususiyatga ega sistit va uretritni davolash xususiyatiga ega. Ikkinchi o'simlik demak bu marmarak o'simligi. Marmarak o'simligini bargini quritilganini 2 choy qoshig'ini 200 ml qaynagan suvga damlab qo'yasiz va kun davomida ichib yurasiz. Bu ham kuchli uraseptik xususiyatga ega bo'lib, erkaklarda prostatitni, ayollarda esa surunkali sistit va uretritni davolashga yordam beradi. Uchinchi o'simlik bu tog' rayhoni hisoblanadi. Tog' rayhonini guli, poyasi va bargini 2 qoshig'ini, choy qoshig'ini quritilganini 200 ml suyuqlikka damlab turib kun davomida ichib yurilsa, bu ham kuchli antiseptik xususiyatga ega bo'lib, siydik yo'llari infeksion kasalliklarni oldini olishga va davolashga yaxshi yordam beradi. Demak, 4-o'simlik bu tirnoqgul o'simligi hisoblanadi. Bu ham ko'pincha tog'larda o'sadigan o'simlik hisoblanadi. Bu o'simlikning mevasi, guli va poyasini quritilganini 3 choy qoshig'ini 200 ml suvga, qaynagan suvga damlab qo'yasizlar va kun davomida ichib yursa, ayollarda sistit, erkaklarda prostatit va uretritni oldini olish va davolashga yordam beradi. Bundan tashqari, yeydigan oziqa mahsulotlaridan yalpiz agarda salatga to'g'rab yeyilsa yoki bo'lmasam qatiqqa, ayronga to'g'rab yeyilsa, bu ham kuchli antiseptik xususiyatga ega, mikroblarni va infeksiyalarni o'ldirish xususiyatiga ega. Undan tashqari kuchli antiseptiklardan bittasi bu sarimsoq piyoz, ya'ni chesnok hisoblanadi. Har kuni 2 ta sarimsoqni maydalab to'g'rab turib yoki salat bilan yoki ovqat bilan xomligicha, pishirib emas, xomligicha yeyiladigan bo'lsa, bu ham ayollarda sistit, uretrit, buyraklarda surunkali pilonefrit, erkaklarda surunkali prostatit kabi kasalliklarni davolashga va oldini olishga eng yaxshi yordam beradigan vositalardan bittasi hisoblanadi.